Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada size qacarız, Washington'dan sözleyimiz. Bugün çizsaq 2021 yıl 1 ayının 23. günü. Vəziyyətdən qəpəytidiğən bolsaq, hürmetli vatandaş, nüvillatin Avropa İttifaqı ilə Cumhuriyyə Xalq Cumhuriyyəti hökuməti o'ttirısida kelişim, məbləğ səliş, kelişimi, soda söhbəti. Hasıl qılğan kelişim ilan qılındı, onun tekstiyeti ilan qılındı. Qaraganda bu ötken yıl 2020 yılı 12. ayının 30. gün tamamlanıp, şu günü bir ekran yığın açılıp, şunun keldi bu ilan qılındı. Endi ben oylayman, bu kelişim gerçi Avropa İttifaqı Cungo o'ttirısida imzalanğan bolsa-mı, biz siz ciddi qaraydigan bir iş hazır bu işke devlet. Yani Avropa İttifaqı ile Cungo o'ttirısida imzalanğan soda münasebetli kelişimde Uygurlarning meselesi, qo'shimcha Hong Kong meselesi, Uygurlarning meselesi, yani mecburi emgek seliş, emgeki mecburlaş meselesi. Xalqaro emgek nizami ya kanuni degandek işlarga münasebetli kaldı o'ttirg'i chiqdi vatandaş. Bu albatta siz, biz ciddi muomala qiladigan masalalarning birisiga aylandi. Shuning uchun uning keyingi natijasidan qanday bo'lishini qat'iy nazar biz Avropa İttifaqı ve Avropa İttifaqıga a'zo davlatlarga rahmat aytamiz vatandaşa. Bugünkü sizlarga so'zlaydigan leksiyalarimiz bundaq. Prezident Joe Biden Donald Trump'ның Cungo siyasını o'zgartamdi. Mavzular xabar 1 ayının 23. günü Amerika ovozdan Xitoy programmasi e'lon qilindi. Xabar bundaq boshlandi. Washington bir yil o'tdi. Yuqumli qiroz, sud urishi va kishilik huquq. Cungo bir qator umidsizliklarni boshdan kechirib, endi hozir Cungo Amerikaning yangi hukumati bilan aloqa munosabatda bo'lishga tayyorlik qildi. Lekin doim tilga ilinadigan bir masala Cungoning raisi Xi Jinping va prezident Joe Biden burunqi Donald Trumpga qaraganda texmo yaxshi munosabatda bo'la olamdi yo'q. Bu bir masala hozir jamoat fikrining oldiga qo'yildi. Tahlilchilar mundaq hisobladi. Prezident Joe Biden hükümeti Donald Trump hükümetinin Cungo to'g'risida nurg'un qarorlarini amaldan qoldirishga aldirab ketmaydi. Balki kishilik huquq, strategik masalalarga texmo diqqat qiladi. Lekin Cungo shirkatlarining tijoratini qiyinlashtirishga urinmaydi. Beknur Universiteti Xalqaro munosabatlar fakultetining mudiri George Tun mundaq ko'rsatdi. Washingtonda ishki partiya o'ttirisida o'rtaq tonish bor. Bu tonish Cungoga qattiq qo'l muomala qilishdan iborat o'rtaq tonishdir. Tahlilchilar mundaq hisobladi. Yangi hukumat keng doirada Cungo siyosatini o'zgartirishdan burun Amerikada yangi hukumat keng doirada Cungo siyosatini o'zgartirishdan burun eg'irlik nuqtasini yuqumliq virus bilan iqtisod ustiga qo'ydi. Washington bilim xazinasi strategiya va xalqaro tadqiqot markazi Cungo masalasi mutaxassisi Scott Kennedy mundaq dedi. Donald Trump hükümeti o'tgan bir necha oy ichida Cungoni cheklaydigan, jazolaydigan bir qator siyosatlarni e'lon qildi. Yangi hukumat Amerikada uchun aytganda siyosiy jihatda bu mumkin emas. Yoki texnik jihatdan bu siyosatlarni qaytarib kelish qiyinga to'xtaydi. Davlat ishlar kotibligiga tayinlangan Antony Blinken mundaq ko'rsatdi. Men sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo'ning siyosat nuqtalarini qo'llayman. Ya'ni Cungoga qattiq qo'l bo'lishni qo'llayman dedi. Davlat ishlar kotibi nomzodi Blinken
Amerikada ishki partiyaning Jungo masalasi bo'yicha mustahkam hamkorlik asosi borligini tanib yetdi. Antony Blinken davlat ishlar kotibi nomzodi mundaq ko'rsatdi: "Men Şinjandan mecburi emgak bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni import qilmaslikni kapolatga ega qilishimiz kerak deb qarayman." Amerika Jungo munosabati yana xalqiliq masalalarning ta'siriga uchraydi. Ismini oshkorlashni xohlamagan bir nafar Jungolik olim mundaq dedi: "Jungo rahbarlari jonijon manfaat masalasida, masalan, Tayvan meselesi, Şinjan meselesi, Tibet meselesi vaziyetini Washington bilan nishonlab talashishni xohlamaydi. Jungo rahbarlari xohlamaydi." Xuddi Antony Blinken davlat ishlar kotibi nomzodi baholaganda bishorat bergandek, yangi hukumat Demokratlar partiyasi bu masalalarni qayta o'ttirg'a qo'ydi. Kishilik huquq masalalarini prezident Joe Biden hukumati qaytadan o'ttirib qo'ydi. O'ttirib qo'yish Beijing bilan sirkalash paydo qildi. Davomli anglash, hurmatli vatandosh.